Всем привет, mani pompalovlarimga. Bugun sizlar bilan koreyskiy dorammalarni yaxshi ko'radigan qizlar to'g'risida gaplashamiz. Koreyskiy dorammalar ko'radigan qizlar 7-osmonlarda uchib yuradimi, o'zligisini, sevgi, muhabbatligisini o'sha dorammalarda deb o'ylashadi. To'g'rimi? O'sha koreys mujiklari mandan ham zo'r bo'yanishadi, qulog'iga ham yomon takoy zrelani ilib olishadi. Bilmayman, bizani qizlarga ularni nejniyligi yoqsa kerak. Men ham shunchalik nejniy bo'la olmayman. Ular agar biror marta koreyskiy dorama ko'rmaganman, qiziqmaganman ham. Maqtov yorliq olib chiqinglar. Guldiroz olqishinglar bo'lsin, beringlar. O'zimizning o'zbek yigitlari bilan koreys yigitlarini solishtirmayman ham. Koreyskiy doramalarni sevadigan qizlarni ko'rsam, miyamda majlis ketadi. Ayniqsa o'zligisdan milashka yasab oladigan qizlar bor-ku, yenglarini shimarib olib, bunaqa qilishadi. O'rtoqlarning oldiga borganda, bo'ladi-da, yigitning oldiga borganda, bo'ladi. Keyin meni jonajon negativchilarim diqqatiga. Men o'g'il bolalar orasida o'sganim uchun ozgina derskiyroq xarakterim bor va bitta qiz bo'lganim uchun erkatoy xarakterim bor. Ba'zida unaqa, ba'zida bunaqa. Men shu uchun o'zimdan qaysidir stilda yasab olmayman. Qizlar, meni kechiringlar-yu, bo'yanadigan, qulog'iga har xil taqir-tuqurlar osib olib, qiltillagan koreyslardan ko'ra o'zimizni zabardast haqiqiy mujiklardan qo'ymasin. Ularni bir-birligisi bilan solishtirish katta xato. Bizani o'zbeklar aniq yutib qo'yadi. Agar turk erkaklari bilan solishtiradigan bo'lsak, bu umuman boshqa tema.